Bir oyda 10 million daromad keltiradigan biznes qidiryapsizmi? Bitta obzorini ko'ring. Biz har shahrda Politexnikum ro'parasida joylashgan Asila mehmonxonasini yuqori qismida 50 kilovatlik quyosh paneli stansiyasini o'rnatib berdik. Shuni obzorini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Qarshini tomosha qilaman desangiz, shahar mana shu yerdan xuddi kaftdek ko'rinar ekan. Hozir Asila mehmonxonasining ustida joylashtirgan quyosh panellarimiz 81 ta bo'lib, 5 qatorga joylashtirdik. Ushbu obyektda o'rnatilgan quyosh panellariga biz 20 yil garantiya bosdik, inverteri miyasiga 10 yil garantiya bosdik. Shu muddatda agar buziladigan bo'lsa, biz mahsulotni almashtirib berish shartiga kelishdik. Undan tashqari 3 yillik servisimiz bor. Har oy davomida kelib nazorat qilamiz. Quyosh paneli bo'yicha kerakli tavsiyalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mana shu nomerlarni izohda qoldiramiz.